boshqaruv panel va permetrlarni qatirib oldik joyiga. Bu yerda voltmetr bo'ladi. Hozir yonimizda yo'qligi uchun qo'ya olmadik. Bu ampermetrlar A, B, C fazalarda oqayotgan tok kuchini ko'rsatadi. Mana shu A, B, C fazalarda. Bu yerda ham hisoblagichga tok transformatorlar qo'yilgan A, B, C. Xuddi shu ketma-ketlikda avtomatik o'chish yo'llanib 3 ga 240 mm kvadrat yuzalik kabelga 3 ga 185 mm kvadrat yuzalik kabelga ulangan. Kabel orqa tarafdan o'tib kelyapti. Mana shu joydan kontaktorlarga boshqaruv panelidan tarafdagi klemasiga har bittasi bittadan komanda keladi. Usta akalar qorong'ida ham ishda olyapti. Azizbek aka, Islombek aka bu yerda. Yo'q. Mashhurlar.